Gaplashib bo'ladi. Chipcha gaplashamiz. Chipcha gaplashib bo'ladi. Tezroq sotiladi, men uchun ham narmon ham foydali, anaqa mashinali bo'lib qoladi. Ozmas qo'shiladi beramiz. Tekisga bo'lmaydimi? Bozor qancha qildi? Bozor shunaqa qilyapti. Bozor shunaqa qilyaptimi? Assalomu alaykum yaqinlarim, jigarlarim, yaxshimisizlar? Sizlar mazali yaxshimi? Anchadan beri ko'rinmay qoldim. Mana va nihoyat bugun ko'rinish berdim. Istigida charchamayapsizlarmi? Odamdagilar yaxshidan bo'lyapsizlarmi? Bugun men sizlar uchun Namangan viloyati Chust avtomashina bozoridan sizlarga Tracker, Gentra, Nexus avtomobillarini chiroyli obzorini qilganman. Ming bor uzr, anchadan beri bozorga chiqmaganimga obzor qilishlar jicha nimadan qochib qolibdi. Bozorni jicha bilib olgandan keyin narxlarni tushirib, sindirib sizlarga sara-saralaridan tanlab ko'rsataman bozorda. Bugun esdan chiqib qolgan narsalar, variantga bormi, bankka bormi, shu narsalarni so'ramabman. Undan tashqari bozor qancha qilganini so'ramabman yaqinlarim. Ming bor uzr, keyingi bozorlarda xudo xolasa sizlarga to'liq ajoyib obzorni qilishga harakat qilaman. Sizlar bo'lsa videoni boshlashdan oldin bittadan like, kommentariy yozib, podashkani qo'rsanglar, biz bo'lmasa videoni boshladik. Trekkerdan boshlaydigan bo'lsak, yili necha aka buni? 23. Qora ranglik 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi nima deymiz? Bir qarash pitnosi bor. Qatida? Eshik yonida bir qarash pitnosi bor deyapti. Siz olib kelib yana o'zingiz tekshirib ko'rsangiz bo'laveradi. Balon holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, ideal holatda archa balonlar taqalgan. Xo'p, mana orqa holatlari, salon qismiga keladigan bo'lsak, probegini qancha deymiz aka? Qancha? 58 ming. Atiga 58 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Nima deysiz? Propani, yoqilg'isi propan ekan yaqinlar. Sidinalarga besh ketamanda. Voydot. Xo'p, mashina urinib ketmagan. Atiga 58 ming kilometr masofani bosib o'tgan yaqinlarim. Tracker. Orqadan ko'rinishlarini ko'rsatadigan bo'lsam, xo'p, mana yaqinlarim. Ajoyib priятный holat. Orqani ochib qo'yasizmi aka? Orqa holatni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Yaqinlar. Xo'p. Bo'ldi, ochiq ekan. Yoqilg'isi propan. Balon nechtali? Xo'p, 48 tali tabletka propan balonlari bilan yaqinlarim tayyor holatda. Bundan buyog'iga endi metan qo'yish xato yaqinlar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan qora rangli atiga 58 ming kilometr masofani bosib o'tgan bu trekkerimizni hammaga qiziq joyi. Kelishtirib chiroyli qilib aka narxini aytamiz endi. Narxi qancha deyapti? 16700. Kamichi? Chiroyliroq qilib aytaylik aka, ko'pchilik aloqaga chiqsin-da. 16700. 16,5 pastiga bitadimi aka? Bitadimi? Biznikilardan kelishsa bitirib yuboramiz deyishyapti. Yaqinlarim, nomeringizni qaytarib o'tamiz aka. 99lik 725 21 01. Kengisini ko'rsatadigan bo'lsak, qora Gentra qasamonda endi. Xo'p. 2023 midi bu? 21 eda shekilli yo'q. 2021-yil 60 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskasi nima deymiz? Kraska toza. Ustasini olib kelib tekshirib ko'raveradi. Xo'p, mana yaqinlar balon holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, buni ham balonlari yaxshi holatda ekan. Xo'p, Amerikanka operalar qo'yilgan, oldi Amerikanka faralar ham qo'yilgan yaqinlar. Diska holati, salon qismiga keladigan bo'lsak, qancha yurgandi? 63 ming kilometr masofani bosib o'tgan bu Gentramizni salon qismlari mana yaqinlar. Приятный holatda, заводской monitor, monitor deyman, yaqinlar, magnitofon, xo'p, обогрев сиденья, hammasi bor. Buni yoqilg'isi nima endi? Benzin ekan, hali gaz o'rnamagan. Hali gaz o'rnamagan ekan yaqinlarim mana. Benzin holatda. Xo'p, pol qismlarini bitta ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mashina o'zi idealligi ko'rinib turibdi, lekin bir qator polini ham ko'rsatib qo'yamiz mana yaqinlar. Zapaskasi xudo xolasa tushmagan shekilli, tushgan ekan. Pol holatlari ham yaxshi. Hali gaz o'rnatilmagan yaqinlar. Buni endi o'zimiznikilarga yaqinroq qilib aytaylik. Xursand qilaylik narxi bilan. 21 ga. 12.900 keldi, 12900. 13900 ga beramiz. Kami bor ha, xudo xolasa aka. 12,5 pastiga bitadimi? Bitmaydimi? O'zigacha. Gaplashib bo'ladi. Chipcha gaplashamiz. Chipcha gaplashib bo'ladi. Pastga nomerlarni zakrepleniya qilib qo'yaman, yaqinlar aloqaga chiqarasizlar. Gendaverni chiqarib chiqmaydimi aka? Pop territoriyasi bo'lsa chiqadi, bo'lmasa yog'i gaplashiladi deyapti yaqinlar. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 63 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskasi absolyutni toza. Nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Mana bunda oqini ko'rsatadigan bo'lsa, buni yili necha aka? 23, 80 ming. 23. Xo'p, salonlarga keladigan bo'lsak, 83 ming yurgan, 2023 chexolda, lekin yomonidan taqib qo'yishgan ekan yaqinlarim.
Xo'p. Buni yoqilg'isi nima? Metan ekan bu, yaqinlar. Parafanga o'zgartirish muammo bas. Metanda ham ishqiboslari bor. Orqa holatini ko'rsatadigan bo'lsam, mana ustalik balonlari bor ekan, temir metan balonlari. Xo'p, pol qismlarini bir qator sizlar uchun ko'rsatib o'taman. Voy, ochilmadi. Ya xullas qattiq ekan yaqinlar. Qo'llar ham yaxshi holatda degan o'taman, o'zi ham bir ko'rsalaring bo'laveradi. Kraskani nima deymiz aka? Kraskani. Kraska toza. Ketnoy ham yo'q. Orqani ochib ketdim, bagajni ochaman deb. Bagajni ochaman deb. Xo'p, yaqinlar. Oldi kapot deganim. Bozorga chiqmay qo'yibmiz. Xo'p, motor holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, motor yog' yemaydi, xudo xolasa. 2023, kraskasi toza, akkumulyator holatlari, motor yog' yemaydi deyishyapti. Uslitlari butun zavodskiy holatda. Hammaga qiziq joy endi buni narxi qancha deymiz? 80 qancha yurgandi? 80 ming yurgan. 80 ming yurgan ekan yaqinda. 13700 dan o'tganamiz. Qanchadan? 13700. 13700 dan. Yaqinroq qilib aytaylik buni. 13,5. 13,5 kami bor, ha? Ha, hop, to'g'ri. 13,5 kami bor, yaqinlar. 13700 dan o'tib beramiz deyishdi, yo'q dedim. 13,5 kami bor ekan, balki 13 atrofida bitar. O'zingiz yana bir qator telefon qilib gaplashsangiz bo'laveradi. Ustiz olib kelib kraskasini ham tekshirib olsangiz bo'laveradi. Mashina приятный holatda turibdi. Shu pastdagi nomerlarga olib qo'yib chiqarasizlar. Nexus ham bor edi. Nexus ham ko'rsatib boramiz. Xo'p, yaqinlar. Imkon qadar anchadan beri sizlar uchun bozorga chiqa olmayapti turdik. Bilganlar biladi. O'zimiz sezonni kichkina tadbirkorligimiz bor. Endi mana shu narsani sezon qani? Mana baqa olib turibsizlar. Xo'p, Nexia 3 yaqinlar. Kraskasi nima buni? Yili necha? Kraskasi toza aka, 2020-yil, biz 20 ming probegda. 120 ming probegda 2020-yil ishlab chiqarilgan kraska absolyutni toza deyishyapti yaqinlar. Motori yog' yemaydi, xudo xolasa. Xo'p, usultir holatlari, yondan ko'rinishi, balon holatlarini ko'rsatadigan bo'lsam yaqinlar. Xo'p, balon holatlari yaxshi holatda. Kraska absolyutni toza deyishyapti. Yoqilg'isi nima buni? Hadoylar yaxshi, xudo xolasa. Gaz, benzin. Xo'p, приятный holatda ekan salonlari ham buni ham. Xo'p, yaqinlar. Orqasini ko'rsatib o'radigan bo'lsam sizlar uchun. Mana izlar. Metan 90 tali shkilik. 80 tali mumkin. Mana izlar, pol holatlari. Pol holatlari ham yaxshi holatda. Kraska absolyutni toza. 2020-yil ishlab chiqarilgan. 120 ming probegda. Narxi bilan xursand qilaylik. 8500 deyamiz. 300 ga beraveramiz. 8 atrofida bitsin. Top toza. 8500 emas, 8 atrofida bitadimi, xudo xolasa? 8 ga qo'shsalar. 8 ga qo'shsalarmi? Biznikilarga 8 tekis beraylik. Tezroq sotiladi. Men uchun ham narmon ham foydali, anaqa mashinali bo'lib qoladi. Ozmoz qo'shsalar beramiz. Tekisga bo'lmaydimi? Bozor qancha qildi? Bozor shunaqa qilyapti. Bozor shunaqa qilyaptimi? 8 atrofida qilyapti. 8 dan baland olamiz. 8 baland qilyaptimi? 8 dan baland qilgan bo'lsa bermadingizmi aka? 8 ga qo'shsalar beramiz. 8 ga qo'shsami? Akalar, yaqinlar ham 8 ming ustiga yurganga beramiz deyishyapti. 8 dan baland qildik, berishmadi deyshadi. Endi bu bozorda ko'rmaganmiz, balki 8 qilgandir. O'zi yana bir gaplashib ko'rsangiz bo'laveradi, siz olib kelib tekshirsangiz ham bo'laveradi. Nomerlarni pastga qo'yib qo'ydik, yaqinlar aloqaga chiqarasizlar. Mana shu ko'rsatib o'tgan mashinalarimiz hammasi приятный holatda, ideal holatda, urinib ketmagan. Aloqaga chiqarasizlar, like bosib, kommentariy yozish, podдержка qilish esdan chiqmasin. Biz doim xizmatingizda bo'lamiz. Joningiz sog' bo'lsin, kuningiz yaxshi o'tsin.